Assalomu alaykum, efirda Uzak xabarlari. Bugungi dasturimizda birja yangiliklari hamda joriy yilning 9 oylik yakunlariga ko'ra birjaning yem mahsulotlari bozorida shakllangan holatlar bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. Dastlab esa an'anaga ko'ra o'tgan haftada shakllangan holatlar hamda ko'rsatkichlar bilan tanishtirib o'tamiz. Bu o'tgan haftaning asosiy ko'rsatkichlari edi. Endi bevosita birja yangiliklariga to'xtalib o'tamiz. O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasida korrupsiyaga qarshi kurash borasida faol ishlar olib borilmoqda. Xususan, korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha ilg'or tajriba va tartiblar ishlab chiqilib, joriy etildi. Compliance boshqarish tizimining samaradorligi birjaning boshqaruvi va kuzatuv kengashi tomonidan muntazam ravishda ko'rib chiqilmoqda. Har yili birja faoliyatining ISO xalqaro standarti talablariga muvofiqligi bo'yicha tashqi audit o'tkaziladi. Birja savdolari tartib taomillarida shaffoflik va teng raqobatni ta'minlash bo'yicha qonunchilik talablariga rioya etish ishlari yo'lga qo'yilgan. Birja xodimlari va a'zolari uchun muntazam ravishda mazkur mavzuga tegishli seminarlar hamda boshqa ommaviy tadbirlar o'tkaziladi. Shuningdek, birjada muloqot va jamoatchilik nazoratining samarali tizimi joriy qilingan. Misol uchun bugungi kunga kelib birjada UZEX Feedback bot hamda UZEX Anti-Corruption bot Telegram botlari faol ishlab kelmoqda. Endi bevosita birjaning alohida tovar segmenti, ya'ni joriy yilning 9 oylik yakunlariga ko'ra birjaning yem mahsulotlari bozorida shakllangan holatlar bilan tanishtirib o'tamiz. Ko'rib chiqilayotgan davrda ushbu mahsulotlarning birja orqali sotuv hajmi 3 million tonnadan oshdi. Va bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 40% ga ko'p demakdir. O'rtacha oylik sotuvlar hajmi 335 ming tonnani tashkil etgan va grafikka murojaat qiladigan bo'lsak, o'sishlar kuzatilmoqda. O'tgan yilga nisbatan hajmlar o'sgan, shu bilan bir qatorda hajmlar bo'yicha oyma-oy ko'rsatkichlarda ham o'sish kuzatilmoqda. Eng yuqori ko'rsatkich avgust oyiga to'g'ri kelgan. Aynan mana shu davrda 446 ming tonna yem mahsulotlari birja orqali sotilgan. Endi esa bevosita aynan mana shu sotilgan yem mahsulotlarining tarkibiy tuzilmasiga e'tiborimizni qaratamiz va bu yerda eng ko'p sotuv hajmlari yem uchun don mahsulotlariga to'g'ri kelganligini ko'rishimiz mumkin. 86% savdolar aynan mana shu mahsulotga to'g'ri kelmoqda. Keyingi o'rinda turgan paxta shiroti hamda paxta shiluvasining ulushlari 8 hamda 6% larni tashkil etdi. Bozordagi konjunkturaga to'xtalib o'tamiz, ya'ni dastlab paxta shiroti bo'yicha shakllangan o'rtacha narxlar dinamikasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, quyidagicha holatni ko'rishimiz mumkin. Umuman olganda yil davomida bu yerda o'zgaruvchanlik hukm surmoqda va dastlab yilning boshida narxlar pasaygan, ya'ni mahsulotning 1 tonnasi 3 million 800 ming so'mdan ko'rinib turibdiki 3 million 700 ming so'm miqdorigacha pasaygan. Keyinchalik talab oshgan sari narxlar ko'tarildi hamda 4 million 100 ming so'm miqdorigacha may oyiga kelib ko'tarilgan. Aynan mana shu kotirovkaga yaqin bo'lgan maksimal kotirovka iyul oyida ham qayd etilmoqda. Biroq keyinchalik bu yerda bozorda korreksiya kuzatilmoqda. Savdoga qo'yilayotgan hajmlar ko'tarilganligi bois bu yerda narxlar pasaydi va so'nggi kotirovka ko'rinib turibdiki sentyabr oyiga kelib 3 million 700 ming so'mni tashkil etdi. Ushbu davrdagi pasayish 10% ni tashkil etdi. Paxta shiluvasi bo'yicha shakllangan o'rtacha narxlar dinamikasiga to'xtalib o'tamiz. Bu yerda ham o'zgaruvchanlik kuzatilmoqda.
Yilning boshida bu yerda muntazam ravishda narxlar ko'tarilib kelgan. Dastlab mahsulotning bir tonnasi uchun 2 million 700 ming so'mni tashkil etgan bo'lsa, ko'rinib turibdiki, aprel oyiga kelib ushbu ko'rsatkich 3 million 100 ming so'm miqdorida barqarorlashdi va keyinchalik pasaydi va ko'rinib turibdiki, iyun oyiga kelib narxlar 2 million 900 ming so'm miqdorigacha pasaygan. Biroq keyinchalik talab oshganligi sababli hamda savdoga qo'yilgan hajmlar nisbatan pasayganligi sababli narxlar ko'tarilib maksimal darajaga chiqib oldi. Aynan mana shu davrda mahsulotning bir tonnasi deyarli 3,5 million so'mni tashkil etgan. Biroq keyingi davrlarda vaziyat bu yerda ham barqarorlashgan va so'nggi narxlar 3 million 100 ming so'mni tashkil etdi. Va dasturimiz so'ngida yem mahsulotlarini hududlarda sotib olish darajalariga to'xtalib o'tamiz, ya'ni bozorga talab nuqtai nazaridan yondashamiz. Bu yerda nisbatan yetakchilik qilib kelgan hududlar mavjud. Bu birinchi navbatda Farg'ona viloyati, uning ulushi 15% atrofida qayd etilmoqda. Keyingi o'rinda turgan Toshkent va Toshkent viloyatining ulushi 14% atrofida qayd etilgan. Shuningdek, bu yetakchilar qatoriga Samarqand hamda Buxoro viloyatlarini kiritishimiz maqsadga muvofiq, ularning ulushlari bir-biriga yaqin, ya'ni 12% atrofida qayd etilmoqda. Qolganlarning ulushlari nisbatan kamroq. Bu yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarimiz edi. Birja kotirovkalarini kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.